Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga so'rg'ichlarning foydali va zararli xususiyatlari haqida gapirib o'taman. Demak, boshladik. Avvalambor, soska emizikli bolalarda juda keng qo'llaniladigan vosita hisoblanadi, lekin uning foyda va salbiy tomonlari ham bor albatta. Shuning uchun vrach tavsiyasiga ko'ra, so'rg'ichni ishlatish yoki ishlatmaslikka qaror qilish muhim hisoblanadi. Demak, so'rg'ichning foydalari. Birinchi navbatda tinchlantirish. Emizik bolani tinchlantirishi, xavotir va bezovtalikni kamaytirishi mumkin. So'rg'ich so'rish tabiiy refleks bo'lib, chaqaloqlar o'zlarini xavfsizroq his qiladilar. Uyquga yordam berish. Ba'zi bolalar uxlashda qiyinchilikka duch keladi. So'rg'ich ularga uyquga ketishda yordam berishi mumkin. O'tkir bola o'limi sindromi xavfini kamaytirishi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, so'rg'ich ishlatish tungi uyqu paytida SIDS xavfini kamaytirishi mumkin. Emlash va tibbiy muolajalar paytida. So'rg'ich bola og'riqni yengillashtirishi va tibbiy muolajalar paytida bezovtalikni kamaytirishi mumkin. Ana endi uning salbiy tomonlarini aytib o'tadigan bo'lsam, birinchi navbatda tishlarning noto'g'ri chiqishi. So'rg'ichni uzoq vaqt davomida va ko'p ishlatish bola tishlarining noto'g'ri joylashishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, 2 yoshdan keyin so'rg'ich ishlatish tish tuzilishiga salbiy ta'sir qiladi. Ikkinchi navbatda esa onaning ko'krak suti bilan boqishiga ta'siri. Tug'ilgan dastlabki kunlarda ko'krak suti bilan boqish jarayoniga xalaqit qilishi mumkin. Bolada ko'krakni to'g'ri ushlash va emish refleksi rivojlanmaguncha soskadan foydalanish tavsiya etilmaydi. So'rg'ichning gigiyenasi. Soskalarni muntazam tozalash va yangilash zarur. Aks holda ular orqali infeksiyalar va tarqalishi mumkin. Ba'zi bolalar so'rg'ichga qattiq bog'lanib qolishi mumkin. Bu esa keyinchalik uni tashlashda qiyinchilik tug'diradi. Dastlabki 3-4 hafta davomida ko'krak suti bilan boqish tartibi o'rnatilgunga qadar so'rg'ich ishlatishni cheklash tavsiya etiladi. Agar ko'krak suti bilan boqish muammosiz davom etayotgan bo'lsa, so'rg'ich ishlatishni davom ettirish mumkin. So'rg'ichni 1 yoshdan keyin cheklash yoki umuman berishni to'xtatish kerak. Chunki bu yoshdan keyin tishlarning noto'g'ri rivojlanishi xavfi ortadi. 2 yoshdan oshgan bolalarda so'rg'ich ishlatishni to'xtatish tavsiya etiladi. Chunki bu gapirish va og'iz tuzilishi rivojlanishiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, so'rg'ichdan foydalanishning foydalari ham, zararlari ham mavjud. Unga qaror qilishda bola va ona sharoitlarini inobatga olib, shifokor bilan maslahatlashish muhim hisoblanadi. O'ylaymanki, o'sha ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.